doğramını bir eçki ötemlik enam. Maqul ana, maqul. Ay xanaca, çayınım qetib bağa çıqalı. Ma eçkan çaydım. Çay disimi oyunda alam götürüp çıkam da. Bir kaynan digenge pet nusk elep. Mana ana dep eçikmam da. Hiç işini bilmegen. Oylaram digeni topu ve sep muştapta. Hazır tozlay dep tuğum ben çıqıptam, tozlaydım hazır. Mansuya düşüde qaylap turmay. Ya ana yana nem bo'ldi? Bala. Kaçangıç çoğundekten sızgan sızgıdan çıkmay jürerse sen. Kaçan bir edipini vererse. Vay aka acırışıp ketgene. Sana ne çiraylıqni tepirme. Ma'qul. 2 yil uchun bo'lsa-mu, men ajrashib ketsam qol bo'la. Mana mavo bizning uy. Mana anam bilan singlimmi turdi ayna. Ana, mana mening anam, mavo singlim. Bu mening yangi tanışgan qiz do'stim mana. İsmi Aynigar. Nimda çıraylık kız bu. Vay pek çıraylık yine. Bacı pek çiraylık ekan. An örmesi nechesi yaxshi ekan. G'ijibimizni olmaydi ana. Obdan tanışıp qaldinglar ana. Sizlar uy ichiringlar, men ish qilmag'ay. Yaxshiroq muomala qilginjima Ay anamsa. elbette balam Sizga hatırcam. anamga yaxshiroq muomala qilginjima. Ma'qul. Içirle balam. Kızım, hem de bir jahil kişiler oldu. Birden oldu sakakçan, kursak açıdı. Aşkan içirip kol tutup bir tamak kılamdık bala. Oy xanaca. Anam gep qiladi sizlar, qopsa tamoq etimiz. Mamma, men tamoq qilmayman. Men bizlarning madikor emas. Ham tamoq etishni bilmayman. Men degan ma uyga mehmon. Mehmonga mushtan muomala qilishimlar. Oy txene. Muş öğe putlarını elip çiğgendikken hemmimiz bir aile kişileri. Tamak itiş, kiri yuyuş, boylarımın tazlaştıkken manda kilinin işi. Uy, kelinning ishi. Kelin ashunda tamoq etidi, uy yig'ishtirdi deb gap bormikan? Unda fatvolarni men anglamayman. Mencha ma uyga japa tortamanmiki deb emas, royatini ko'ramanmiki deb kelgan. Qo'saqlar ichib ketgan o'xshamamda. Ayni oshxona. Esla chiqib. Ana, ma'yil bir vaqt tamoq pishqish janliga olishdi, men bir yegishtirar. Şunu digine balam. Gögülkümüz var şahitlerden şu. Ma tamoqni men yey. Ha biz sizlar ma uyning egisi bo'lgandikan. Ayni oshxona tamoq etishmamlar. Oy, qip qizil. Uy, bala. Oy manın edipini bir bire. Hey, onam sana gep qilibdi da. Oy. Ha biz sizlarga bek yuvosh ko'rinib qilayotgan o'xshamamdim men. Men burungi kelinlar emas. Xo'sh ana, ma'qul ana deydigan. Hep akamma kelar. Bala. Kırgan cümlesinde aldığımızda ikimizin. Uy, vay kandaranlık. Uy. Aka. Voy, nim bo'ldinglar? Aldırma, uy, kandaranlık. Voy, ana nim bo'ldi? Kişinleşiyorum. Bellerim ağrıp uy. Vay kandan süretlikmiş ki ne kepedim bana değil mi? Aka, faqat jidyamadim. Xonachimni yondirib ekagina. Şundaklar. Yandırıp ekegina? Yandırıp ekep nima qilaman, ha? 2 yil yana shu chakalik tutib turamanmi? Ey, mush 2 yilning mening turmushimga aralashib, qilmagan ishinglar demagan gapinglar qolmadi. Bir taraf qolsam, meni tuqqan bechora onam, yana bir taraf qolsam, shu jafakash ayolim. Ma'qul. Men yandırıp ekelay. Muyassar, bu yoqchiroq. Uy canım kızım. Kellim bala. Canım balam. Ballarım. Acıraşmağın mı tanla? Yaqina ajrashmagan. Muyassar o'zi shunday chiroyli ham yuvosh tursa, ajrashib ketishga qanday ko'zam qiysan. Şundan balam, şundan. Men sizlarga desam ana, mushu oilamizdagi mush ziddiyatni hal qilib bo'lolmay beshim qetib, xizmatdashim Aynigarni ham shunday bir o'yinni o'ynab berish taklif qilgan. Shu bizning maqsadimizmi atrofimizda menga o'xshash shunday qaynonani hurmatlamaydigan, gapini anglamaydigan, yanadigan kelinlarning borligini bilsin, Muyassarning qadriga yetsin deb bu ishlarni qildik. Bundan keyin Muyassardan og'rindigan,
onun qilgan qusur topadigan ishni azroq qilgan bo'lsanglar bo'ladi. Bununkin her gün unda iş yüz vermeydi canım ballarım. Sen cüvaymek özünü sorbalasın mı? Ma'qul ona. Faqat o'zing so'ramasa be boshqa oilaga kelin qilib beramizmi buni? Şundak. İnsan degan shu. Bir yomonga yo'liqmag'icha bir yaxshining qadrini bilgan emas. Unutmaylik, dunyoda ayib nuqsonsiz odam bo'lmas. Baxtli yashaydi ekanmiz, boshqalarning kamchiligini qabul qilib yashaylik. Shundala baxt ishki biz uchun har vaqt ochiq.